Endi qimmatga 300 mingdan kurtka o'tirmaysan. Qara razmeri senga ham, menga ham to'g'ri keladigan. Har safar qishga bozorga qilganlarda spiskalardagi eng qimmat narsa kurtkalar bo'lgan, to'g'rimi? Endi bu muammo hal. Bor yo'g'i 99 ming so'mdan razmerlari menga ham to'g'ri keladigan. O'g'il hamda qiz farzandli uchun Xitoy mahsuloti bo'lgan ushbu kurtkalarimizni aksiyamizda bor yo'q 99 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ishlab chiqarilgan o'g'il qiz farzandlarimiz uchun har xil modellarda katta assortimentda ushbu kurtkalarimizni 99 ming so'mdan aksiyamizda xarid qilishga shoshilinglar. Ichki qismlari 100% suv o'tkazilgan plashovkadan, ichki qismlari halo fiber, fasollari oversize, ichki qismlari bo'lsa astarli qilib ishlangan. Kiyib yurishlar uchun juda ham qulay. Kurtkalarimiz yengilgina, sifati juda ham yaxshi. Razmerlarini diqqat bilan eshitinglar. 5 yoshdan boshlab 15-16 yoshgacha bo'lgan o'g'il qiz farzandlarimiz uchun bemalol to'g'ri keladi. Ko'p maqtab o'tirmayman, ko'chadagi 300 minglik kurtkalar bilan birga bir qilib ishlangan. Bunaqa arzon narxda kurtka borgunimizcha aniq qolmaydi deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak. Yo'q, qaranglar. Sklatimizga shunaqa katta assortimentda kurtkalarimizni tushirib qo'yganmiz. Bemalol hammalarga yetadi. O'zingizga yaqin filialga borib xarid qilsanglar bo'ladi. Kurtkani maqtashga maqtadingiz, sanani aytmadinglar do'stlarmi? Diqqat bilan eshitinglar. 15-16-17 noyabr kunlari barcha Leyli Kids 11 ta filialdan aksiya narxida xarid qilsanglar bo'ladi.